Yo, bolalar bilan sizlar Minecraft Game bugun biz sizlar bilan birgalikda Minecraft 3-qismini olib 100 kun yashab Minecraft 3-qismini olishga harakat qilamiz. Qulay joylashib oling. Biz videoni boshlaymiz do'stlar. Birinchi bo'lib qishloqqa qaytib olishimiz kerak. Qishloqqa dedi. Do'stlar, bugun biz uy quramiz. Qaraysan zombi? Uy qurib, o'zimiz shaxsiy uyimizni quramiz. Ketdik birinchi qishloqda uxlab olaylik do'stlar. Men o'zi bu videoda olmoqchi emasdim, Minecraft olmoqchi emasdim. Men anaqa Roblox yoki PUBG olayotgandik. Olgandan keyin YouTube'ga joylamoqchi edim, qarasam ovoz chiqmay qolibdi. Shunga boshqatdan video olyapman. O'zi Muhammad Akbar bilan olayotgandim. Sinfdoshim Muhammad Akbar bilan olatsam, qanday qarasam ovoz chiqmay qolibdi. Yana bitta ovora olaymizmi desam, bo'pti deydi. Keyin ayam chaqirib qoldi. Chiqib ketishga majburman. Bo'pti. Keyin sapir olamiz deb qo'ydim. Sizlar xavotir olmanglar. Ana qilib qo'yaman. Teve, yo'qlayman. Ye, oldingda zombi bor. Do'stlar, bugun o'zimizni shaxsiy uyimizni quramiz. Kravat qani? Bunday qil, bunday tashavvur bo'ldi. Nima uxlab olmayapti, yerdan tushyaptimi? Yo'q, yerdan tushmadi. Zombi qamisan ey. Asabimga tegding-ku. Ikkinchi kunimiz do'stlar. Demak, uxlab olmayapti. Bo'pti, ketdik. Sanmi? San xurrami? San deb uxlab olmayapman. Asab. Kel, uxlaymiz. Uxladimi? Bugun yaxshigina tosh, daraxt anaqa olamiz. Undan oldin toshimiz bormi? Toshimiz dixinka emas-ku, lekin chidasa bo'ladi. Verstagimiz yo'q ekan, verstag yasaymiz. Verstag yasab, verstagni qo'yamiz. Hozir do'stlar sizlarga zo'rnashni ko'rsataman. Mebelmi? Qanaqa mebel bo'ladi? Aytgancha, men mebel modini ham qo'shgandim. Sizlar ko'rmadinglar. Bu anaqada naziyasi bo'ladi deb eshitganman-da, ko'pincha. Bitta almos topuv deysizlarda bo'lsa, hozir ash almozni anaqa nayzani yasab ko'ramiz. Agar yasalmaydigan bo'lsa, bilmadim. Yasalmas ekan bu versiyada. Hammada zato mebellarimiz bor endi bizni. Uyimizga kakras kerak edi. Hozir biz pechka yasaymiz. 1, 2, 3 ta ketar ekan. Hozir bu ham toshni menga qo'yadigan bo'lsa, anchagina pechka bo'ladi. Qani pechka? Pechka qani? Mana qishloqda oldiga quramiz do'stlar uyimizni. Ham qishloqda o'ramoqchiman men, bu yerga imperiya qurmoqchiman. Biz pechkalar bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Bunga emas. Bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa qo'yamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Eng qizig'i menda ko'mirlar ko'p. Shuning uchun sekin 5 tadan solaylik bo'pti. 5 tadan yetmaydi talaga. 3 tadan solaylik, bunga 3 ta bunga 2 ta solamiz. Bunga biz 2 ta solamiz bunga ham. Bunga 2 ta soldik. Biz hozir mislarimizni eritib olamiz. Chunki ko'p mis kavlagandik konda. Esinglarda bo'lsa, Creeperda oldi 4 ta olmos yotuvdi. Creeperlarni oldida. Ashla olmasam, anaqa bo'ldik, bo'lmasam olardik. Menda masaya portlab ketdi, nima qilay? Qo'ydim hammasiga, menga qo'ymayapman. Endi hammasiga mislardan qo'yibmiz. Menga 5 ta qo'ydimmi? Yo'q, bunga 2 ta qo'yibman. Shu buni qo'yamiz. Mislarni eritib olaylik-da. Mislarni eritib olmasak bo'lmaydi. Sekin bunday turib 19 ta qilib qo'yamiz. Bu yerga 3 tani tiqamiz.
to'qqizdan tiqaylik ekan. Misol erta olmasak bo'lmaydi, chunki shunchamiz kelib turib eritmasa qanaqa bo'ladi? 5 tani bu yoqqa sol, 5 tani esa bu yoqqa sol. Temirimiz bor, qalqon yasab olamiz o'zimizga. Bitta qalqon bilan, stul emas, cho'paydan yasar ekan stul. Qalqon yasab olaylik, bitta shit yasab olmasak bo'lmaydi. Endi mislar olib chiqamiz. Sekin mislar olib chiqsak. Do'stlar, aytganimdek uy quramiz. Bu Minecraftda biz kerakli narsa. Sekin maytdan o'zimizga aslahalar bundan. Bekar yasab hamal. Zato bizda endi mislik yarim temir anaqalar bor. Endi hamma anaqalarni sindirib chiqaveramiz. Bu anaqalar kerak emas. Ortiqchamiz kerak emas. Hammayetim to'lib ketdi, hamma narsani anaqaga solib qo'yaydi. Bitta anaqa sumkamizni solib qo'yaman. Sumka bor mana. Olmay qo'yamiz. Sumkani bu yoqqa ol, sumkani och. Buni sol. Sol. To'ldimi bittada? Uni chiqar unda. Och, buni sol. Buni sol. Bo'ldi. Endi yop, buni och. Buni sol. Buni olti taxta kerak bo'ladi, hammaydi. Buni solsak, bu anaqaga katta joyga keldik buni bo'ldi. Hali joyimiz ochildi, endi bularni olsak. Bu do'stlar, endi daraxt chopgani ketdik. Bu qishloq daraxtini chopmaymiz. Voy, nima qilyapsan ey? Bu sotasan menga. Nonmi? Qo'yaman. Endi daraxt chopish ishlarini boshlaymiz. Daraxtni qayerdan topaman? Ketdik. Hadi daraxtlar bor. Bizga oddiy daraxt kerak, oddiy daraxtdan quramiz. Yodiki oddiy daraxt ham. Sizlarga zerikarli bo'lmasligi uchun qatir. Do'stlar, kim? Uka. Kimsan ey? Nima bu sotar ekan? Bitta zumradga nima bu? Qanaqadir kitobmi? Uka, bitta zumrad qimmat talaga. Nechlargacha deysan ey? Uzrlik aytayapman. Do'stlar, 64 daraxt chopib keldim mana. Endi yemonimi? Baton yazsam bularga. Qani bitta yasaylikchi. Nima bu endi? Dekoratsiya. Bo'lmabdi unda. Qanaqa bo'laman buni? Bemadi. Voy, bemadi, biz aldab ketishdi. Короче, hozir uy quramiz. Ozgina daraxtdan olaylik-da. Kech tushyapti. Hamma qayerga quramiz endi uyimizni? Hozir mana joy tanlaymiz. Qayet uyimizga mos keladi. Qayet. Menimcha shu uy qurgandan ko'ra mayki uyimiz bo'lsa-chi uy. Lekin bu ham cho'tki qurilgan. Deymiz. Hozir bu harq etdi bu amanovi. Uka. Qishlog'imda nima qilyapsan sen? Yo'q. Hozir uxlaylik-da. O'zimizga normal uy topamiz. Uxlab turaylik do'stlar, uy qurishni boshlaymiz. Do'stlar, mana uyimni ham qurib oldim, xudoga shukr. 6-kun bugun.
Shuncha kun o'tib ketdi. Endi narsalar joylashtiramiz. Bitta bekka, ikkita pechka bekka. Endi bilsanglar mebellar bor edi, bilgan bo'lsanglar mana bu yerda. Hozir mebellardan yasaymiz. Hozir menga kerak bo'ladi nima? Shkaf. Bittalik ham yetadi. Chinosi bo'lamikan? Yo, ikkitalik kerak ekan do'stlar. Ikkitalik shkaf. 3 talik ekan, buni ikkitalik yetadi. Almashtiramiz va bu yerga bitta qo'yib qo'yamiz. Aldashdi. Boshqatdan yasaymiz. Bu yerga bitta yasaymiz. Bismillah, hoppa. Suril. Yana bitta alloh ketishdi. Mayli, endi buni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Hech narsa bo'lam. Bo'lmas ekan. Hammabdi. Endi nima yasaymiz endi? Akvarium. Kim aytdi yo'q deb yasaymiz. Hop. Wow, ne kadar chiroyli. Kerak nima bu? Ko'mir ekan. Endi kerak bo'ladi bizga mana bunaqa narsa. Chiroyli ko'rinar ekan. Qayerga qo'ysam ekan? Men qo'yib qo'yaman. Yo, chiroyli ko'rindi. Nimalarni yasayapman o'zim men buni? Wow, endi ko'paydi. Hozir biz yasaydigan narsa bu cho'pni ko'paytirsa nima bo'ladi? Ko'payib ketdi. Oyna? Bu-chi nima? Bu ham oyna. To'rttalik mashina yasa. Nima kirding? Oynani bekka qo'y. Ko'rmayapti hamal. Yana bitta narsalar yasaymiz. Televizor. Televizorda mayk o'rnatamiz. Qiyshiq emasmi? Ya qiyshiq ekan. Boshqa yasaymiz. Ko'p emas. Televizor mana. Eng tepaga bunday qo'yib qo'yamiz. Wow, endi chiroyli turdi. Orqasi anaqa bo'ldi, hamma. Qancha vaqtimiz hali vaqtimiz bor. Shuning uchun biz yana bitta cho'p yasab qo'ysak, bambukdan. Mana shu narsa ham anaqa dekoratsiya. Bunimi? Bundan yasaymiz, bundan bo'ldi va yetadi. Bo'ldi. Bu nima? Tepaga ilamiz. Ana chiroq. Endi nima oldik yana? Mana bunaqa narsa oldik. Buni ko'chaga chiqamiz. Chiqib, mayga bitta qo'yib qo'ysak, wow. Yana nima oldik? Buxonka oldik, qani? Mana. Wow. Belki bitta pechka qo'ysak, buni bunday qilib turib, bunday qo'yib qo'yamiz. Yana bir qibrdeshda pechkalar deyilamiz, chunki bu yer oshxona. Wow, do'stlar, belki 10 balli baholash sistemasini necha qo'yasizlar mana. Wow, do'stlar. Do'stlar, kanalimizga like bosinglar, videomizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Ha, do'stlar, sog' omon bo'linglar.